5. Bab. Bir mezgilden keyin nurgun ayollar özlerinin Yahudi qeyrindoshları toğırlıq, amma arasida narazılık bildirdi. Bazılar, biz köp canlıq, bizge cinimizni aman etküdek ozuq tülük kerek, deyişse, bazılar, biz qahatchilik mezgilida ozuq tülük erishish üçün itizimiz, özümzarlıqımız ve öylerimizni raniga qo'ydik, deyishdi. Yana bazılar, biz padişahqa itiz ve özümzarlık yastıqı topshirish üçün qayriz aldık. Biz bilen boy Yahudi qeyrindoshlarımızning qiyni bir, bizning farzandlarimizning ularning farzandlaridan hech farqi yo'q. Biroq biz farzandlarimizni ularga qul qilmaslikqa choramiz yo'q. Elmi qizlarimizdan ba'zilari qul bo'lib ketdi. Biz bununla amalsiz. Çünkü itizlerimiz ve özümzarlıklarımız qo'limizdan ketdi, dedi. Men ularning narazıçılıklarını anlab, nahayt açıqlandım. Bu ishqi mulohiza yurgizib, ondan cemaat erbobları ve emeldorlarını eyyiblab, mundaq dedim. Sizlar o'sim elish orqali o'z qeyrindoshlarыңlarga zulm selivatsizlar. Ondan men cemaatga chaqiriq qilib, ularga qarshi yig'in ochdim. Yig'inda men ularga biz eng zo'r tirishchanlik ko'rsatib, yot xalqlarga amalsiz setilib ketgan Yahudi qeyrindoshlarimizni to'lam-to'lab qaytarib olgan edik. Endi sizlar ularni yana qulluqqa setivatsizlar. Biz ularni qaytadan qulluqdan setib olishimiz kerakmi? dedim. Ular tunjuqib ketganidan zuvan surmadi. Men yana qilg'ininglar haqiqatan to'g'ri bo'lmabdi. Sizlar nimishki Xudodan qo'rqmay, yot xalq raqiblarimizni masxir qilishiga fursat yaratib bersizlar. Hatto men, qeyrindoshlarım ve xizmatkorlarimmi xalqqa pul ve oshliq qarz bergan edik. Endi biz o'sim elishni to'xtatayli. Sizlarga raniga qo'yilgan itiz, üzümzarlık, zeytunluq ve öyləni hazırının özüdla ilgisiga qaytarib beringlar. Pul, oshliq, şarap ve zeytun yığını qarz berib algan o'simlaringlarni yandırib beringlar, dedim. Ular, hammani qaytarib beramiz. Hamda xalqdan hech nimani talab qilmaymiz. Degininiz bo'yicha bejaramiz, deb javob berishdi. Men ruhaniylarga chaqiriq qilib, jamoat arboblari va amaldorlarni bergan va'dasi bo'yicha qasam qildirdim. Ondan keyin chakminimning peshini qiqib, Xudo bu va'dada turmaganlarni mushunda qiqib, ularni qo'ru joyidan va bisotidan oda juda qilivetsun, dedim. Cemaatning hammasi amin deb Parvardigorni madhiyaladi. Ular va'dasida turdi. Men Yahudiyaga boshliq bo'lgan 12 yilda, yana Artaxshasti padişahning 20-yilidan 32-yilgacha boshliqqa xos yemakliklarni yemadim. Tuqqanlarimmi shunda qildi. Burunqi boshliqlarning hammasi xalqqa alvan yasoq salgan edi. Ular xalqdan har kunligi uchun oziq-tulik va sharoblarni hamda uningdan boshqa 40 kumush tanga olatdi. Hatta ularning xizmatkorlarimi xalqqa zulm salgan edi. Lekin men unda qilmadim. Chunki men Xudoga ixlosman edim. Men o'zimni sepil qurilishiga otib etdim. Biz yergimi egidorchilik qilmadik. Bütün xizmatkorlarimmi sepil qurilishi bilan hapilishib ketgan edi. Mening dastxinimdan g'izolanadigan Yahudiylar ve amaldorlar odatda 150 kishi bo'lib, bulardan boshqa etrofdagi millatlardanmi bor edi.
Manga her kuni bir kala, 6 qo'y va qushlar, her 10 kunda bir qitim har xil sharoblar tayyorlanatdi. Shundaqdimi, men boshliqqa xos yemekliklarni talab qilmadim. Chunki xalqning yukining nihoyat ig'irligini bilatdim. Ey Xudo, bu xalq uchun qilganlarimni samingda tutib, manga yaxshilik qilg'aysan.